biza maktabga bolalar mana shu yo'ldan boradi. 100 ga yaqin bolalar mana shundan qanday-da. Bizning yo'limiz mana xavfli yo'l. Mana shu yo'nalishdan chiqib tushib borib keladi maktabga. 4 ta bolam maktab qanday-da. Qiynalaman mana shu qarab turamiz borib kelishiga. Mana shu abgor yo'llardan biza bachchalar maktab boradi. Loy, qorga juda qiyin masalada shu. Aziz do'stlar, hurmatli prezidentimiz bir necha bor mana shu chekka hududlardagi ijtimoiy muammolarni hal etish borasida ko'p bora mas'ullarga ko'rsatmalar berib o'tgan edi. Mana xususan mana shu Yakkabog' tumani Yakka-Qayrag'och qishlog'idagi maktab muammosini bir necha yil avval ham yoritib chiqqan edim. Afsuski bugungi kungacha ushbu muammo hal etilmaganligini ko'rib guvoh bo'ldim. Assalomu alaykum. Mana Yakka-Qayrag'och qishlog'imiz manakay. Mana shu 40-50 ta xo'jalik bor. Har xo'jalikdan 2 ta, 3 ta, 4 ta o'quvchilar maktabga boradi. O'g'indi maktabiga boradi. Shu yerdan 5 kilometr maktabimiz. 5 kilometr mana 2 ta farzandim boradi. Biri 2-sinf, biri 1-sinfga boradi. Sumkasini ko'tarib borib kelolmaydi. Mana qishdi kuni, mana qish tushdi. Mana sovuqqa, mana qor yog'yapti, yomg'ir yog'yapti, tuman bo'lyapti. Mana qishlog'imizga mana bo'ri ham kelyapti, mana tog'da mana bo'ri qo'yapmiz. Mana shunday anavlar bo'lyapti. Ballarni qo'yishga maktabga qo'rqyapmiz. Uzoq yo'l borib kelolmayapti ballar. Bu mahalla ham hech kim so'ramaydi bizda. Mana yashash sharoitimiz mana shunday. Mana loy kunlari loyga botib kelyapti. Qor kunlari maktabga bora olmayapti bolalarimiz. Taraf turamiz, kechga qaytamiz. Juda ham uzoq. Juda ham sovuq, ham maktablarimiz ham sovuq. Pechka yo'qmaydi, qurib paravoy. Xonalarimiz isimaydi. Tez-tez girib tegayapti. Girib tegib bormay qolsa, Milliy gvardiya darhol yetib keladi. Lekin bu yo'lda, bu sharoitimizni hech kim ko'rmaydi ham, ko'rsa ham ko'rmaslikka olib, umuman biz bilan hech kimda ishi yo'q. Agarda bir 2 kun bormay qolsa, Milliy gvardiya ish taraf urgan, so'rovchilar topilib qoladi. Ana domlalarimiz ham yuqoridan ana shu o'g'inga qatnaydi. Qiyin sharoitimiz juda. Bolalari bor, u kishini ham 2 ta 3 ta ana shu yuqoridan qatnaydi. Mahalla umuman so'ramaydi. Mahalla bormi, yo'qmi bizlarga yo'q, bilinmaydi mahallamiz. Bachchalar oyog'i ho'l, bitta oyoq kiyim olib bersak, bir oyga chidamaydi bergan. Bundan 2 yil, 3 yil oldin ham kelib internetga joylagandik, murojaat qilgandik, kelib ko'rib o'rganib ketuvdi. Foydalarni qop-qop berib ketgan. Maktabda o'rni turibdi, bo'sh. Shu yerda ajratuvdik-da. Mana 5-6 yil bo'ldimi, 7 yil bo'lyaptimi? Har yil mas'ullar kelyapti, mana shu yerda ko'ryapti. Mana ajratilgan maktab uchun bo'ldi deydi, qilinadi deyapti. Mana 2010 shu yilda ham aytuvdi, 2025 ga mana 2025 ham tugayapti. Mana qilingan ham yo'q, so'ragan ham yo'q. Hech kim so'ramayapti ham. Keladi mana shunday bo'ldi deydi, mana bu yil qilinadi. Bu yoq qilmanglar 4-sinfgacha deydi. Qilmaydi ham, bilmayman, yo biz allab ketyaptimi, tushunmadim men. O'pish. Lekin bizlar ko'p joyga murojaat qildik. Bir inson eshitmaydi ham, bizlarni tinglamaydi ham. Endi bizlarni bolalar ham shu yaxshi maktablarga o'qishini istaymiz-ku, lekin unday narsa yo'q bizga. Shuning uchun bizga shu maktab tomonlama yordam berishlaringizni so'raymiz. Bironta maktabga hech bo'lmasa filial qilib qurib berishlaringizni so'raymiz. Bizlarga bir punkt, bir doktor degan gap yo'q. Punktimiz ham yo'q, bu yakimiz ham yo'q. Qiyin bizlarga yashash sharoitimiz qiyin. Hech bo'lmasa iltimos qilib qolamiz 4-5-sinfgacha maktabga berishini.
muammo qolib, muammoni olib chiqqan fuqarolar bilan shug'ullanmaysizlar degan umiddaman. Qamash tumanidagi Oqqishloqdagi mana shu maktab muammosini ko'tarib chiqqanimizdan so'ng ham ko'pchilikka, xususan o'zimga ham bir qancha bosimlar bo'ldi. Yuqori turuvchi rahbariyatdan mana shu Yakkaqiyrag'och qishlog'iga kichikroq bo'lsa-da maktab barpo etilishida amaliy ko'mak so'rab qolaman.